Bilarmidingiz, 1 milliondan oshiq shotni 499 mingga aylantirsa bo'ladi. Aslida Quddus Steak restoranida mana shu ko'rib turgan dasturxoningiz 1 million 100 ming so'mga aylanadi. Lekin mana obunachilarim shu dasturxonda bir oy davomida 499 ming so'mga maza qilib ovqatlansa bo'ladi. Yana bir o'zi emas, 4 kishi. Xizmat ko'rsatishi ham shuni ichida. Bu 499 minglik oila setiga nimalar kiradi? 4 kishiga mo'ljallangan mangal assorti. Bu yerda go'shtlarni har xil turidan bor. Suyug'iga merchamak yoki ezagili sho'rva. Yoniga turklarning sevimli yeguligi lahmajun. Bu ham 4 ta. 4 ta choy, 4 ta non va 3 ta mezelari bilan birga. Bu taomlarni shou-padacha qilib tortiq qilishganligi sizni kechangizni yana ham qiziqarliroq qilib o'tkazadi. Men mangal yemayman, men Iskandar kebab yaxshi ko'raman deydigan obunachilarim topilishi aniq. Ular uchun Iskandar seti ham bor. Bu set esa 449 ming. Buning ichiga 4 ta Iskandar kebab, 4 ta suyuq ovqat, bitta Cezar salati, 4 ta lahmajun, 4 ta choy, 3 ta mezesi va xizmat ko'rsatish ham shuning ichiga kiritilgan. Zallari ham kattagina, interyeri chiroyli, sokin, maza qilib o'tirishingiz aniq. Xullas yaqinlarni olib tezda keladigan joyi. Quddus Steak House ertalab 8 dan kechki 12 gacha ishlaydi. Adresi Drujba, Energy Tower shundoq yonida. Bu videoni oila gruppasiga jo'natib qo'ying.